Bu ko'pchilikka yoqadigan mo'may pul keltiradigan uskuna hisoblanadi. Buni qiziqqan inson juda ham ko'p va shuning uchun biz sizlarga hamma bu yerdagi detallarni yangi listlardan qilingan va bu yoqdan solasiz, bu yoqdan bemalol mana shuni qoplaysizda soqqan sanashingiz mumkin bo'ladi. Bu o'zi nima deydigan bo'lsangiz, assalomu alaykum Sardor O'zkan, hurmatli tomoshabinlar. O'zbeklarda puli ko'paysa uy qurishni boshlaydi. Mana shunaqangi uskunani olib endi siz ana shunda uy quradiganlar. Nima deb o'ylaysiz? Taxminingiz bo'yicha bu narsa to'liq mana yangi listlardan, yangi materiallardan qilingan va buni ko'chadagi bahosini eshitsangiz, "Voho" deysiz. Lekin biz sizga juda ham arzon qilib aytamiz. Chunki bu ustakamizning o'zlarini ixtirolari yasab, mana chiqarib, ishlatib berishlariga biz hozir Namanganda To'raqo'rg'on Oqtoshidamiz va bu yerda ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, bir vaqtda o'zi 3 ta narsani ishlab chiqaradi. Ya'niki rodbon, shpakulyovka va undan tashqari kafilni kili. Mana shunaqangi narsalarda ishlab chiqaruvchi akalarimiz, qiziqqan akalarimiz, u yoqdan tashlaysiz, bu yoqdan qoplaysiz, sizni ishchingizni holatidan kelib chiqib, xo'p, soatiga 4 tonnagacha bemalol mana ishlab chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunday uskuna dastgoh sizga qiziq bo'ladimi? Buni qaranglar. Qolgan joylarda buni narxlari 5,5 mingni u yog'ida boshlanar ekan. Bizniki 5,5 mingni bu yog'ida gaplashamiz va bu akamizlar undan tashqari boshqa uskunalarni ham bemalol yasab berishlari mumkin bo'ladi. Va xudo xolasa bu irimiga, sunnatiga tushib beraman deyaptilar. 5200 kami bor. Mana motorlari, reduktorlari, pachimliklari hamma yo'g'i yangi, listlari va mana bu yerdagi ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, hamma joyi yangi holatda qilgan va ishlatib sizga bemalol ko'rsatib, o'rgatib qo'yishlari mumkin bo'ladi. Kelasiz, ko'rasiz, ustida mana ishlashini va u yo'g'iga xudo xolasa olib borib o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Dastlabkilarda gaplashamiz, kelishamiz, u hamma bizda muomalaga yurilaveradi har tomonlama. Aloqaga chiqsangiz bo'ldi, xudo xolasa yangi uskunani olib uchta biznesni bir vaqt o'zida gazini bossangiz bu. Ayniqsa stroy material sotadigan bo'lsangiz, sizga вообще zo'r bo'ladi. Shuning uchun ushbu videoni stroy material sotadigan do'stlaringizga va yangi biznes qilaman, nima qilayin ekan, 5-6 ming dollarga mashina olaymi ekan yo yili eskirsa narxi tushyapti mashinaning ekanlar. Tamojna ochilyapti, mana yana narx tushib ketyapti. Undan ko'ra uskuna olib, xudo xolasa, ashini sekin aytishadi-ku fermada, tovuqni yema, tuxumini ye, tovuq sizga yana tuxum berib tursin. Xuddi shu narsa bu tuxum beradi, xudo xolasa sizga doimiy pulni maza qilaverasiz, tiqib yuraverasiz. Bosasiz gazini, like-ni bosing, xudo xolasa tanishlarga jo'natib qo'ying.